Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Yo'ldosh O'matoy, Chexiyaning Charles universitetida tahsil olganman. Bir qizga 40 hunar oz deganlaridek, hozirgi kunda men siz tomoningizdan tashkil qilingan Yangi O'zbekiston universitetining birinchi bosqich magistranti. Xitoyning ISAC tashkilotida O'zbekistondan vakil sifatida startup konsultant, IT Investment Centerda startup loyihalar rahbari, shuningdek IT product manager va bir nechta startuplar asoschisiman. Avvalambor siz biz xotin-qizlarga yaratib berayotgan imkoniyatlaringiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiraman. Mazkur imkoniyatlar tufayli men IT sohasida ko'plab natijalarga erishdim. Bulardan magistraturada bepul ta'lim olyapman. Xorijda o'qidim, malaka oshirdim. Undan tashqari 15 dan ortiq mamlakatlarda hamkasblar orttirib, birga loyihalar amalga oshirdim va hali hanuz birga ishlab kelmoqdaman. Siz o'z nutqlaringizning birida O'zbekistonda kambag'al oila qolmaydi degandingiz. Shu nutqingizdan ilhomlangan holda Anora loyihasiga asos soldim. Anora loyihasi qisqa muddatda o'rtacha uydan turib $200 dan $2000 daromad qilish ta'lim platformasi hisoblanadi. Hurmatli prezident, hozirgi nutqingizdan ilhomlangan holda yana bir yangi niyat qildim. Bundan keyin dunyodagi eng zo'r programmistlar qayerda desa, o'zbegimni qizlarga yetadigani yo'q deb tan olishmaguniga qadar harakat qilaman va bu va'dam ustida siz va xalqimiz oldida so'z beraman. Botir, bugunda o'zida qaror qabul qilasan, Ummatoy qizimni Yo'ldashevani o'zingga maslahatchi qilib olasan. Mana shunday o'zbek qizi nimaga qodir ekanligini ko'rsatib turganlari bilim bilan, iftixor bilan, men buyuk eldi farzandiman deganlari uchun men onasimisiz? Sizga mingdan ming rahmat demoqchi edim. Keling bir rasmga tushaysiz bilan.